Aziz ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'lom hayot programmamiz yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Ilgari bir mashhur shaxs mundaq degan: "Sog'lomlik hayotimizdagi bir oltinga o'xshaydi. Faqat mushu oltin bo'lgandala, biz mushu oltin orqali bir qancha oltinlarni topa olamiz. Agar sog'lomlikdan iborat bu oltin bo'lmasa, bizga hech qanday oltin tepilmaydi" degan. Bizning sog'lom hayot programmamiz model ko'rman do'stlarimizning har xil kasallikka bo'lgan tushanchisini cho'nqurlashtirish, kasalliklarni davolash va oldin olishga bir kichik to'yib qo'yishni asos qilgan sog'lomlik programmasi. Programmamizning boshlanishida biz har xil kasalliklarga oid bilimlarni kasbiy, shunaqla tajribasi mo'l doktorlar bilan o'rtoqlashamiz. Programmamizning ikkinchi sahifasida, ya'ni sog'lomlik taomlari sahifamizda bo'lsa, har xil kasalliklar yeyishga mos keladigan sog'lomlik yemekliklarini, shunaqla taomlarini yetishni o'rganamiz. Sevimli do'stlar, bugungi programmamizni Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik 3-xalq doktorxonasi alayda qo'llagan bo'lib, ya'ni bu doktorxonadagi tajribasi mo'l kasbiy doktorlarni bizga leksiya so'zlab berishga o'rinlashtirdi. Shu sabab bilan Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik 3-xalq doktorxonasiga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Undaqda sevimli do'stlar, bugungi sog'lom hayot programmamizda biz turmushimizda eng ko'p uchraydigan diabet kasalliklar to'g'risidagi tushunchalarni biz kasbiy doktorlardan birlikda anglab o'tamiz. Undaqda oldi bilan men bugungi programmamizga taklif bilan qatnashgan doktorni tunishtirib o'tsam, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik 3-xalq doktorxonasi ishga ajratma bo'limidan mudir varaj Tangnur doktor. Tangnur doktor, yaxshimisiz? Programmamizga qatnashganingizni qizg'in qarshi olamiz. Undaqda bugungi programmamizning bosh temasi diabet kasali bo'ldi, shunaqo. Menimcha nurg'un do'stlarimiz bugungi programmamizga taqozo bo'lyotdi, shunaqla bugun siz so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlarga chuqur qiziqdi. Bizga oldi bilan diabet kasali qanday kasallik degan mushu uqumni bir tushuntirib bersangiz. Diabet kasali mamlakatimizda bo'lsin yoki dunyo miqyosida bo'lsin ko'p ko'rilayotgan asti xarakterli kasallarning biri. 1980-yili bizning mamlakatimizning diabet kasallarining nisbati 0,67% bo'lsa, 2010-yilga kelganda diabet kasallarining nisbati 9,7% keldi. Bu nima degan gap deganda 10 odamning ichida birisi yoki 100 odamning ichida 10 odam diabet kasali degan gap. Unda bo'lsa, bu diabet kasalining asosiy sabab zodi nada deganda bizning badanimizdagi oshqozon osti biz ishlab chiqargan insulinning kamligi yoki bo'lmasa, insulinning rolining yaxshi joriy bo'lmaganligidan bizning qon tarkibidagi tatliq modda eshib ketganligidan diabet kasal bo'lamiz. Undaq bo'lsa, bu diabet kasalimi tug'ilma xarakterli diabet kasali yoki keyincha yuz beradigan mundaq diabet kasali deb ayrimdi yoki hammasi o'rtaq holda shu keyincha asti xarakterli yuz beradigan diabet kasali. Albatta ayrıldı. Masalan, tug'ilma xarakterli diabet deysiz, o kichik balada ko'p ko'rindi, asosan irsiyat yoki gen bilan munosabatli bo'ldi. Bundaq bemorlar nayt kichik yoshida, 2 yosh, 1 yosh deysiz, yo bo'lsa 10 yoshga bormagan bolalarda müştaq diabet kasali paydo bo'ldi. Bular bir ömür insulin urishga to'g'ri keldi. Andan keyin bizniki keyin shakllangan diabet deganimiz shu bizniki keyingi shu sog'lom bo'lmagan turmush odatlarimiz sababidan badan ig'irligimiz eshib ketgan yo semirib ketgan kasallarda ko'p ko'rindi. Yana bir qismlar bor, alayda sabablardan bo'lgan diabet deymiz. U qanday kasallar desa, masalan, homildor vaqtida qanat miqdori ortib ketadi. Bu kasallar yangi bo'lgandan keyin balkim qanat miqdori vaqtliq asli kelishi mumkin. Lekin ularning kelgusida yana diabet bo'lib qilish ehtimoli yuqori bo'ldi. Yana ba'zi kasallar bor, masalan, erlarda jiq uchraydi. Jiddiy xarakterlik oshqozon osti bezi yallig'idan kelib chiqqan diabet deymiz. Bu kasallarning badanda insulinning miqdori tuvan bo'ldi. Chunki oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqargan bir a'zo. Zahmigan kun uning iqtidori tuvanlaydi, insulin ozlaydi. Shuning bilan bunday kasallarni bir ömür insulin urib qanat moddasini kontrol qilib turdi. Yana ba'zilar bor, masalan, ba'zi kasallar sababidan uzun mezgil hormonlik dorilarni yeydigan. Bu kasallardami vaqt o'tgandan keyin mustaq qondagi qand miqdori ortib ketadigan diabet kasal bo'lgan ahvollar bor. Boy siz irsiyat xarakterlik degan mushu bir so'zni deb qoldingiz. Undaqda keyin shakllangan mushu kishilardagi diabet kasalimi, masalan, ular keyincha bolalik bo'lsa, balkim shu kasallik ahvoli bolalarga ham irsiyat qilish mumkin ekan, shunday. To'g'ri. Masalan, buni onadan yoki dadadan bo'lamdi yoki shaxsan shu ikkilisidan bo'ldi. Ikkilisidan buning sabablarini biz yili deb o'tamiz. Diabet kasalligining sabablarini. Demak, o'zimizning salomatligiga har vaqt diqqat qilib, mush diabet kasalining oldini olishimiz faqat o'zimiz uchun emasga, shunday keyingi avlodlarimiz uchun muborak. To'g'ri. Diabet kasali bizning butun a'zolarimizga, ichki a'zolarimizga ta'sir qildi. Ta'sir qilib, agar siz mushu qondagi qand moddasini yaxshi kontrol qilmasangiz, uning 5 yil yo 10 yildan keyin ba'zi odamlar nihoyat tezla diabetninki agashma kasalliklar paydo bo'ldi. Masalan,
Çoğun kan tomirlariga ta'sir qilganda kan tomirlar to'silib qoladigan, tariydigan ahvollar bo'ldi. Bunda vaqtda ba'zi kasallar bor, diabet kasallar, men kan tomirlar to'silib qolsa, paraliç bo'lib yetib qoladigan, yurak qon tomiri to'silib qolsa, biz tajisma yurak kasali deymiz. Yana masalan biz put qo'llarimizning qon tomirlari to'silib qolgan ahvolda u chaqda putimizga qon yetishmaydi. Putimiz ağrıydigan, uyuşup qaldigan, ya bo'lmasa teris qardab ketadigan vaqt uzasa, kichikgina jarohatlar saqaymaydi. Juqumlanib qoldi, oxirisi nima bo'ldi desa, mush barmoqlarini kesadigan ahvollar, mushda ig'ir oqibatlarni keltirib chiqardi. Yana masalan kichik qilqan tomirlarga ta'sir qilgan vaqtimizda bizning ko'zimizga ta'sir qildi. Shuning ba'zi ko'zimizga ta'sir qilganda bizning ko'rish quvvatimiz tövənləydi, ya bo'lmasa faqat ko'rolmaydigan bo'lib qolgan kasallar bor. Yana bir qism kasallar börekka ta'sir qildi. Masalan, boshda sudukdan oqsil chiqadigan vaqt uzargan ekan, börekning xizmati yaxshi bo'lmaydi. Börekning xizmati yaxshi bo'lmay, oxirisida börek zaiflashgan vaqtida qon tozalash bosqichiga yetib qolgan ahvollar bor. Yana uningdan boshqa masalan bizningki butun immunit kuchimizga ta'sir qildi. Masalan, bo'pmi yoshda cho'ng, shu tangyabing bo'lgan vaqti uzargan kasallar, qandagi shakar moddasini yaxshi kontrol qilmagan kasallarning immunit kuchini aytib tuvan bo'ldi. Shuning bu kasallar jiq vaqtlarda o'pka yog'lig'i bo'ldigan, suduk yo'l yog'lig'i bo'ldigan, ba'zilarning hatto o'pka tuberkuloz bo'ldigan, ya bo'lmasa burun bo'lgan bo'lsa qayta qo'zildigan ahvollar paydo bo'ldi. Ya'ni ba'zi kasallar bizning hatto terimizga ta'sir qildi. Masalan, teri qichiydigan, monoyan deymiz, o'zi shu terining ostida jiriq paydo bo'ldigan ishlar bo'ldi. Shunga tangyabing biz doktorlar deydigan gapimiz shu, amaliyotda bu diabet kesili qo'rqinchli emas, qo'rqinchligi uning ergashma kasalligi. Ammo nimishqa hozirgi jamiyatimizda nega qarsak diabet kesili degan mushu gap uchraydi deganda, amaliyotda u o'zi, masalan, u elib kelgan alomat unchalik qo'rqinchli emasga, ammo u shakllantirgan nurg'unlagan ergashma kasalliklarning soni haddidan ziyoda ko'pga shu nurg'un kasallar o'zlari tushunmaydi. Biz shundoq doktorlarning maqsadimiz shu kasallar o'xshash oldi bilan biz oddiylar qondagi qanit moddasini kontrol qilish emas, bizning maqsadimiz mush kasallarning kelgusidagi shu diabet kasalidan bo'lgan ergashma kasalliklarning oldini olish, kontrol qilish. Mush orqali biz mush kasallarni uzun umr ko'rsa, xizmatga masalan, xizmat iqtidorini yo'qotmasa, turmushninki sifati tuvallab ketmasa degan umidda. Boy yana siz bir gapni deb o'tib ketdingiz, yana shu ayollar ko'pincha homildorlik mezgilida menmi bek ko'p anglaganchu, nurg'un kishilarimiz, yana xonim qizlarimiz odatdagi turmushda bunday diabet kasali, masalan, yuqori qon bosim kasali emas. Ammo homildor bo'lgan vaqtida jinshin qaushuya, jinshin tangyabing deb bek chiq uchraydi. Asosan mening atrofimda bir tunuydigan do'stlarimning ichida 2-3 chiqib bo'ldi. Demak, bumi ko'p ko'rilgan bir ahvolga biz mening tushanchamda bu ash tug'ut mezgildan paydo bo'ldi, tug'utdan keyin saqiydi degan shunday ong borga. Chunki atrofimizdagi hammasi ashundoq degan. Faqat shu homilani tug'ib bo'g'ichi bo'lgan arliqdan bo'ldiki, undan keyin bo'lmaydi dedi. Yo'q, kelgusida bu kasallarning %100 bo'ldi demaymiz, lekin bu kasallarning kelgusida diabet kasal bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Yuqori bo'ldi. Shunga bunday kasallar yana qanday qilish kerak desa, tug'ib yangib qo'ygandan keyin vaqti-vaqtida doktorxonaga berib, qanit miqdorini o'lchab turish kerak. Qanit miqdori o'rlab ketgan vaqtida darhol doktor bilan aloqalashib, dorilarni yeyish kerak. Ya bo'lmasa odatdagi turmushlarda sog'lom bo'lgan yemaklik, badan ig'irlikni kontrol qilib turish, normal harakat orqali biz cho'qim shu diabet kasal bo'lishning oldini olishimiz kerak. Endi boy siz deb o'tib ketdingiz, diabet kasali qo'rqinchli emas, u keltirib chiqargan ergashma kasalliklar qo'rqinchli deb. Endi mening o'ngimda diabet kasalining asosan alomatlari faqat qand yesak bo'lmaydi. Undan boshqa bir umr insulin urishga to'g'ri keldi degan mushu angdilam to'xtab qolibdi. Siz yana mushu ekrandagi do'stlarimizga shundaqla jumladan mangami mushu haqida ozroq tushuncha bersangiz, diabet kasalining yana qanday alomatlari bor? Diabet kasalining alomatlari amaliyotda bizni oddiylam. Masalan, diabet kasallarda qaynoq suvni ko'p ichadigan, tomoqni ko'p yeydigan, kichik taratga ko'p chiqadigan, andan keyin o'riqlaydigan mushtaq ahvollar chiqadi. Mushu bizning diabet kasalliklarining tipik alomati bo'ldi. Lekin hamma kasallar mushtaq bo'lamdi desangiz yo'q. Tipik alomati bor diabet kasallar faqat 30% atrofini egallaydi. Undan boshqa ba'zi kasallarda bo'lsa, masalan, erib charchaydigan, put-qo'lda mag'dur yo'q, masalan, teris qichishib qoldigan, o'zi bilmaydi nima sababdan teris qichishdiganini. Ya'ni ba'zilarninki tuyuqsizdan ko'rish quvvati asta-asta ojizlaydigan, ya bo'lmasa kichik jarohatlar uzun vaqt saqlaymaydigan mushtaq alomatlar bo'ladi. Shundaq mushtaq vaqtlarda biz masalan ba'zi men bo'lsam
Çoxum o'ylashman, u kasalda müştaq diabet kesili bormi deb o'ylayman. Shunga odatda tajribasi mo'l doktorlar bo'lsa, bundaq kasallarni uchratganda çoxum ularni o'ylaydi. Mush kasalda oldindan biz diabet kesili bormi yo'qmi aniqlashimiz kerak. Uningdan boshqa yana bir qism kasallar bor. Ular qanday vaqtda bayqildi, o'zida hech qanday alomat bo'lmaydi. Shundoq normal odamdek his qildi. Lekin salomatlik tekshirganda bularda diabet kesili borligini bayqaymiz. O'zim deydi, doktor nemish qilmanda hech qanday alomat yo'q, nemish qilmay yuqori bo'ldi deymiz. To'g'ri. Diabet kesilininki ba'zi kasallarda haqiqatan hech qanday alomat bo'lmaydi. Yana ba'zi kasallar bor, masalan, boshqa kasallar to'g'riliq, masalan, qon besim deysiz, yo yurak deysiz, yo bo'lmasa boshqa sabablarni doktorxonalarga berib tekshirtib, shu chog'da bayqiladigan diabet kasalliklar bor. Shunga bu diabet kasalliklarni diagnoz qo'yganda biz faqat uningki alomatlarga emas, biz cho'qim ko'proq o'ylashimiz, mustaq qon tekshirib, qandagi shu qanot miqdori bilan birlashtirib, andan keyin diagnoz qo'yamiz. Boya mushu yana boshqa qaytib kelsak, masalan, diabet kesilining sababini surishtirib kelsak, birinchidan irsiyat xarakterlik, ya'ni tug'ilma xarakterlik diabet kesili, keyin shakllangan diabet kesili deb ikki cho'ng turga bo'linadi ekan. Ammo keyin shakllangan diabet kesilining mushu kasallik paydo bo'lishining sababi nima? Nima uchun biz diabet kesili bo'lib qolamiz? Masalan, shaxsan menda tug'ilma xarakterlik diabet kesili yo'q. Agar bir kunlarda menga diabet kesili deb diagnoz qo'yilsa, nima sababdan? Ya suni jiqishayotganmi, yoki turmush rassizmi, ritmsizmi, yoki ma'lum bir tamoqlarda diqqat qilmay ma'lum narsani jiqyayotgan, yoki reaksiyami? Mushu to'g'risida ozroq so'zlab bersangiz. Keyin shakllangan diabet kesilining asosiy sabablari bo'lsa, birinchidan siz aytdingiz, irsiyat omili bor. Masalan, sizning ota-onangizdan mayli opangiz bo'lsin, mayli dadangiz bo'lsin, diabet kesili bo'lsa, cho'qim sizda bo'ladi demaymiz, lekin sizlarning uyda bolalarning ichida mush diabet kesili bo'lish ehtimoli boshqalardan yuqori bo'ladi. Cho'qim shunga biz odatda kasallar kelgan so'raymiz. Birinchi so'raydigan uydagilarda opangda taniyabing bormi, dadangda diabet kesili bormi, yo bo'lmasa sizning aka, achi, inilaringda mushlarda diabet kesili bormi deb so'raymiz. U cho'qim irsiyat omilini aytdi muhim. İkinchidan, masalan, kichik bolalarning deymiz, tug'ilgan vaqtida 4 og'irligi 4 kilogramdan eshib ketgan bolalar bor. Bunda bolalarni kelgusida mushundaq diabet kesili bo'lish ehtimoli bor. Bu irsiyat omili. Ikkinchi tarafdan bo'lganda biz yosh omili deymiz. Masalan, burun deymiz, hammamiz deymiz. Bu qon besim, yuqori qon besim deymiz, diabet deymiz, hammamiz cho'nglarning kesili, masalan, yashanganlarda, hech bo'lmaganda o'rta yoshlarda jiq bo'ldi deymiz. To'g'ri, amaliyot shundoq, lekin hozir mush necha yillardan beri bizningki iqtisodning taraqqiy qilishiga ergishib, turmush saviyamizning o'sishiga ergishib, hozir mush yoshlardami diabet kasallari nihoyatda jiq. Masalan, 15 yosh, 20 yosh, hatto 30 yoshga bormagan bolalardami bulardami diabet kasali nihoyatda jiq. Ularning nima aloyitligi bor desangiz, semiz. Ularning bir aloyitligi bu bolalarning hammasi nihoyatda semiz bo'ldi. Shunga bularda yosh kichik bo'lsa-mu, irsiyat omili jiq bo'lmasa-mu, bu kasallarda bular boshqa yeshidan burun mushtaq diabet kesili bo'lib qolgan ahvollar bor. Yana bir sabab bizningki mush turmush odatimiz, yemak ichmak turmush odatimiz. Masalan, oldindan yemak ichmak deydi, bu diabet kesaliga nihoyatda muhim. Hozir masalan jiqlarimiz mushtaq issiqlik energiyasi chuqur tomoqlarni yeymiz, mayliq tomoqlarni yeymiz. Uningdan boshqa tatliq tomoqlarni ba'zilar amroq, tam og'ir tomoqlarni yeymiz. Masalan, issiqlik energiyasi degan vaqtimizda ba'zi yosh bolalar mayda pishirgan, yo'tya yo'bing deymiz, yana bizning sang'izlarimiz deymiz, to'xu pachiqi deymiz, yana bo'lsa xasing deymiz, bodam deymiz. Mushlarni chiqib olgan taqdirda, chunki u may miqdori yuqori bo'ldi, bizningki qandagi shakar moddasini yuqori qildi. Yana birisiga bizningki turmush odatimiz dedim. Turmush odat nima desa, hozir hammamiz shu. Uxlash. To'g'ri. Harakat yaxshi yeymiz. Atgan kechgacha opta yeb, opta ichimiz, andan keyin harakat uning loyiq harakat yo'q. Yetib kech yetib uxlaymiz, ertasi qopimiz, ishxonaga kiramiz, harakatimiz nihoyat oz. Masalan, abiyatni deb o'tdim 1980-yil nimishqa mamlakatimizda diabet kasalining nisbati shundoq to'van 0.67 dedim. Shu chog'da shunchalik to'van. Ular nima desa, u chog'da bundaq biz undaq issiqlik energiyalik tomoqlarni yemaymiz, mayliq tomoqlarni yemaymiz, harakat jiq. Shunga u chog'da diabet kasallari nihoyat oz. Hozir men abiyatni degandekidek biz tomoqlarni yaxshi olamiz, unga loyiq harakat qilmaganligimiz uchun bu energiyalarni xo'rtamaymiz. Shuningdek bu energiyalar nega bordi desa, bizning badanda qolib qoldi. Masalan, bizning jigarda qolib qoldi. Jigarda qolib qolgandan keyin bir kecha ishim tomoq yemay uxlab qolsangizmi, ertasidan bo'ldi desangiz, shu bu jigarga qolib qolgan qand miqdori sizga energiya to'liqlash uchun sizga
sırtqa qanğı çıxırıldı. Çıxqan ki sizin ətsə degəndə şötan yana örləb getdi. Şuna hazırki şu diabet kasallikdə bizninki sağlam olmagan yemək içmək turmuş adətimizmi nəyətdi mühim rol oynayatıdı. Ani yem bir tərəf getgəndə abiyatın dəb ötkəndək bəzi alaydı səbəblər doğrusunda məsələn hamildar vaxtında bolğan diabet deyimiz, uzun müddət hormonluq doğrularını yegan vaxtdakı diabet deyimiz, yəni bəzi kasallar var alaydıraq. Məsələn burun diabet kesili yo'q, lekin masalan ig'ir zarbaga uchirdi. Masalan mashina vaqasi deysiz, masalan mengiz qattiq zaxm yegan deysiz, masalan cho'ngroq operatsiyalarga to'g'ri kelgan vaqtida bundaq kasallardimi shu qondagi shakar maddasi o'rlab ketadi. Bu vaqtliq. Zodi vaqtliqmi yo'qmi deganda bu kasallarni biz yana yotoqdan chiqqandan keyin yana cho'qqum doktorxonaga berib qayta tekshirib turish kerak. Chunki bu ahvollardami bu kasallar kelgusida diabet bo'lib qolishining ehtimoli nayt yuqori bo'ldi. Demisimi hozir diabet kesilini biz boylarning kesili deydi ekanmiz shunaqo. Siz boydab o'tib ketgan 40 yil burunqi shu ko'rsatma bilan hozirgi ko'rsatma haqiqatan zo'r farq qildi ekan. Bu bizning bevosita o'sha turmushimizdagi odatimiz bilan bevosita munosabat ekan. Undaqda Tanbur doktor sizdan yana so'rab o'tsam, mushu diabet kesil degan kunlar mening eğimde eng oldi bilan bir umr deydigan mush so'z shakllandi qarang. To'g'ri. Shundaqo. To'g'ri. Undaqda bu diabet kesilini saqayt qilib bo'lamdi. Qandaq davolash kerak? Mush to'g'risida bir so'zlab beramsiz. Diabet kesili saqaymaydi. Haqiqatan bu bir asti xarakterli kasal, bir ömürlük kasal bu. Şunu biz herkes kasallar deydiğimiz bazı kasallar var. Davalab diabet kesilini yaxshi kontrol bo'layotgan mezgildə özcü men saqaydım degan xiyollarni qilib doğrularni özlükdən to'xtab oldigan, harakatlarga, tamoqlarga diqqat qilmaydigan ahvollar bo'ldi. Ba'zi vaqt biz shuni deymizki, bu taniyabin diabet kesili herkes bir ömür saqaymaydi. Bu saqayğanımız çünki turmuş adetimiz, yemek içmek adetimiz özgerdi. Doğrularını yegandikin sizningki oshqozon asti bezining xizmati yaxshi bo'ldi. Shunga sizningki hozircha qondagi qanat miqdori nayt obdan kontrol qilyotdi. Agar siz bu doğrularni to'xtatib olsangiz, siz yana balkim ba'zi kasallar 3 oy, ba'zi kasallar 20 yil, bak yaxshi bo'lib ketdi desimi 1 yildan keyin bu kasallarda yana diabet qayta qo'zg'aldi. Shunga biz kasallar deganimiz bu kasal bir umrlik kasal, hargiz saqaymaydi. Cho'qqin mush doktorninki ko'rsatmasi bo'yicha doğrularni yeb qandagi qand miqdorini obdan kontrol qilib turishni tavsiya qilamiz. Demak, mushu biz odatda boshqa kasalliklarga giribdor bo'lganda operatsiya orqali, masalan, ba'zi bizning organik modellarimizni almashtirish orqali shu kasallikni saqayta oladi ekanmiz. Ammo diabet kesildi biz undaq operatsiya orqali bu kasalni davolaymiz, saqaytimiz deydigan hukm yo'q ekan shundoq. Yo'q, hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Asosan shu insulin bilan dora yoki o'zimizning turmush odati bilan tanishib ekanmiz. Davolashda episak diabet kesilini bu oddiylar men shu qandagi qanat miqdorini kontrol qilsam bo'ldi deb qarasak bo'lmaydi. Bu xatolik. Bu diabet kesilini qanday davolaymiz deganda, shu doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sistemalik universal davolashimiz kerak. Mushtaq qilganda undan keyin biz shu diabetdan kelib chiqqan Ergeçme kasalliklarni yaxshi kontrol qilamiz. Universal davolash deganimiz tuvandagi 4 tarafni o'z ichiga oldi. Birinchidan biz masalan diabet kasallar masalan siz dedingiz insulin dedingiz. Insulinni biz kasalninki o'sha o'zining ahvoliga qarab anandaki ishlatamiz. Ba'zi kasallar bor, masalan semiz kasallar bor. Bu kasallarda insulin az olmaydi. Cho'qim u kasallarda insulinning miqdori yuqori bo'ldi. Çünkü o neymiş ki tanıyan buldu deseniz insülini işletemeydi, yaxşı işletemeydi. Bak semiz, hareketi az. Şuna insülin qandaki qanatni bizninki hücrelerge yotkaydigan rolu var. Siz bak semiz bo'lgandan insülinning bu roli qolmaydi. Qolmagandan keyin insülin har qancha yuqori olsa-mu, sizning badaningizdagi qandagi shakar maddasini tushiramaydi. Şun bundaq kasallar biz aldirab bu insulinni birinchi o'rin qo'ymaymiz. Bu kasallarga cho'qim tomoqdan, anandan harakat qilib, shu badan eg'irligini tushirish nihoyat muhim. Ashning asosida anandan bizningki mushularga badan eg'irligini tushiradigan, insulinning xizmatini yaxshilaydigan dorilarimiz bor. Shuni beramiz. Bu bizningki shu diabet kasallarininki qandagi shakar maddasini tushirishdagi biz diqqat qiladigan bir taraf. Ikkinchi tarafni aytganda diabet kasallarida asosan degida qandagi mayning miqdori nihoyat yuqori bo'ldi. Shunday, chunki may degan qand bilan barobar shunday. To'g'ri. Shunga biz bu tarafni unutib qolsak bo'lmaydi. Shunga diabet kasallarga biz mayliq tomoqlarni yemanglar deyishdan boshqa uning qarta qandagi mayni tushirgan dorilarni beramiz. To'g'ri. Uchinchidan qon besimini
Çoxum diqqət qılımız. Çünki diabet kasalliklərinin ciqlərdə qan besim boludu. Şunaq, Yoki şunaq. bo'lmasa asta-asta qan besim paydo bo'ldi. Shunga qan besim bo'lsa, biz cho'qim qan besimini tushiradigan dorilarni yeb, bu qan besimini normal kontrol qilib turishimiz kerak. Agar bo'lmagan taqdirda cho'qim biz ularga tavsiya qilganimiz qan besimini o'lchab turish kerak. To'rtinchi tarafdan bizningki badan og'irligimizni kontrol qilamiz. Aviatni deb o'tdim, semiz o'riqlarninki biz davolash usulimiz o'xshamaydi. Semizlarga nisbatan biz cho'qim bizning birdan bir talabimiz badan og'irligini tushirish, badan og'irligini kontrol qilish nihoyatda muhim. Bay dәл мен sormoqchi bo'lgan siz deb o'tib ketib qoldingiz. Ya'ni diabet kasali desam, biz darhol shu qon besimi yuqori, ya'ni yuqori qon besimi degan kasal bilan to'la bog'lab oldik ekanmiz. Qarasak, yuqori qon besim kasalliklarida, bemorlarida ko'proq diabet alomatlari ko'rildi ekan. Ham diabet bemorlaridami balkim yuqori qon besim kasalliklari bo'lishi mumkin ekan. Yuqori qon besim bilan diabet kasali mundaqcha aytganda zimebing deganini deymiz. Aka inilar hadi singil kasallar. To'g'ri, ashundaq kasal deb qaraymiz. Qo'shmaq kasal. Qo'shmaq kasal deb qaraymiz, to'g'ri. Shunga biz mayli yuqori qon besim bo'lsin, mayli diabet kasalliklari bo'lsin, bu ikki kasal zodi birlashib mangdi. Shunga qon besimni davolagandimi biz qondagi shakar moddasini unutib qolmaymiz. Diabet kasalligini davolagandimi biz cho'qim qon besimini unutib qolmaymiz. Cho'qim bu ikkisi bilan mangdi. Xo'sh, Tanur doktor, siz diabet kasalining davolash usulini so'zlab o'tgan vaqtingizda asosan bak og'ir bo'lganda insulin urish yoki kundalik turmushdagi o'zimizning yemak ichmak yoki turmush odatimizga diqqat qilsak bo'ladi dedingiz. Hamda mening o'sha kasalning og'ir yenikligi bo'lgan tushunchim o'sha qanchalik cho'ng operatsiyaga tushishdigachu, masalan, xoliyo qilamdiq yoki ko'krakni yeramdiq yoki bir bizning organik moddamizni almashtiramdiq deydi ekanmiz. Ammo diabet kasali qarsam, shu masalan bir yerimiz almashtirish yoki ko'krak yerish degandek, shundaq operatsiyalarga tushish hojatsizga. Demak, bu kasalni cho'ng desak cho'ng, ammo yanil kontrol qilib bo'ldi ekan shundaq-ku. To'g'ri, to'g'ri. Bir umr saqaymig'ini bilan, ammo biz cho'qim kundalik turmushda asosan diqqat qilsak, buni kasallik ahvolini cho'qim kontrol qilib ma'nolaydi ekanmiz. Diabet kasali birinchidan deb o'tdim, obiyatdan müştaq diabet kasalının oldingi bosqichida sizningki shu qandning shakar tarkibi yuqori bo'lib qolgan, lekin diabet kasali darajasiga bormagan vaqtingizda siz cho'qim shu chog'dan tortib yemak ichmakka, harakatga, badan og'irligingizga diqqat qilib qilsangiz bu diabet kasali bo'lib qolishning oldini olg'ili bo'ldi. Qadrli ko'rman do'stlar, Tanur doktor bilan o'tkazgan diabet kasalligi haqidagi ziyoratimiz keyingi san programmamizda davomli ko'rsatiladi. Nazaringlar haftaning 4-kuni, ya'ni 3-oyning 4-kuni yangilanadigan izlash sog'lom hayot programmamizda bo'lsin. Yaxshimisizlar do'stlar, ko'rayotganinglar Sog'lom hayot programmasining Sog'lomlik ta'miri sahifasi. Programmamizni yoqtirib ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men do'stlar Faxriya Dolqun. Men ozuqshunos do'stlar Maqsuda Umar. Xush kelibsiz, Maqsuda muallim. Programmamizning qoidasini do'stlarimiz bildi va biz do'stlarimizga shu salomatlikka eng foydali bo'lgan taomlarni, ichimliklarni ichishni o'rgatamiz. Unda bo'lsa bugungi programmamizda qaysi kasalliklarning oldini oladigan tamoq idishni o'rgatamiz muallim? Bugungi bu san programmamiz bo'lsa, biz diabet bemorlariga mos kelgan taomlarni ichishni o'rgatamiz. Nimga yaxshi atrofimizda anglaymiz, doim shu diabet kasal to'g'riliq nurg'ulgan shu bemorlarningki qanday qilsam bular, qanday tamoqlarni yesam menga mos keladigan degan gap so'zlarni anglab turamiz. Unda bo'lsa, diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Asosiy tamoq turiga bugun qaysi tamoqni aytamiz? Asosiy tamoq turiga biz qaramush tamlik to'xo kabob yetishni o'rtaylik. Vau, kabob nomi foydali taraflari bor ekanda, albatta. Biz hamda to'xo go'shtini tanlab oldik. Bu hamda diabet bemorlariga nisbatan buning roli intayin yuqori. To'xo go'shtining oziqlik qiymati intayin yuqori, hamda buning tarkibida har xil vitamin, mineral moddalar, oqsil qatorliqlar bak mo'l. Buning tarkibidagi vitamin B, B turdagi vitamin shu may metabolizm bilan qanot metabolizmni bak ilgari surdi-chu, shu orqali diabet bemorlarining qon qantining tez suratda o'rlab ketishini kontrol qila oladi. To'xo go'shtining foydasi haqiqatan yaxshi. Unda bo'lsa bu piyozmi biz odatda tam kirgizish uchun yoki bo'lmasa bezak uchun ishlatamiz. Buning hamda o'ziga loyiq rol bor. Bugun asosiy to'xo go'shtini asos qildik. Unda bo'lsa buni to'g'rab baqamdik. Unda bo'lsa to'xo go'shtini boshda to'g'rab olaylik. To'g'rab olaylik. Tezroq yoypanroq to'g'rasak tez pishadi. Duxovkamizni oldin qizitib oldik. Duxovkaga solamdik. Salaylik.
Piyazımı doğrab tayyor qilib oldik. Ma'lum bunda biz to'xov kapini pishishini saqlamdik. Bo'ldi. Ma'lum bizningki kapimiz pishgan o'xshaydi. Bir epaqamdiq. Bo'ldi. Hep qarab baqili. Bizning ish qilib asosiy tamoqimiz qo'shimcha tamoq. Endi sharbatlarimiz, ichimliklarimizni bir-biridan tayziya. Endi mush do'stlarimiz qo'l silib uyda itni tayyorlab iste'mol qilib baqsa, buning intayin osonligini, shundaqla yeyish ekanligini his qila oladi. Shunda Ham buning ustiga biz ozroq piyoz ko'kidan savatsak, sepvasak, texmi yeyishlik ham mezlik bo'ldi. Degan payzi mana. Mana bizning birinchi qadamdagi ya'ni asosiy tamoqimiz tayyor bo'ldi. Demak, muallim buni diabet kasalligiga giribdor bo'lgan kishilar iste'mol qilsa mos keladi, shundaq. Shundaq. Albatta, endi buni diabet bemorlarla emas, yana boshqa do'stlarimizmi kundalik iste'molda almashtirib, aralashtirib iste'mol qilsa-mu, oziqlik qiymati yanada yuqori, boshqa kasalliklarga foydasi va badanga quvvat va yemaklik. Nima degan yaxshi. Unda bo'lsa bizningki ikkinchi qadam ya'ni qo'shimcha tamoq etish bosqichimizga qadam qo'yamiz. Bo'ldi? Shu bosqichga o'tib ketamdi. Do'stlar, saytimizning ikkinchi bosqichiga qadam qo'ydik. Unda bo'lsa muallim do'stlarimizga qaysi xil tamoqni etish o'rgatsak bo'lar? Ikkinchi bosqichda biz chechak say qo'rimiz tayyorlashni o'rgatamiz. Ajab yaxshi. Muallim ham atrofimdagilardan chechak sayning bek yaxshi foydasi bor, bek foydali degan gapni bek anglaydim. Ammo lekin qanday foydasi borligini men hozirgacha hech kim deb berib boqmabdi-ki. Mushuni bir anglab boqaylik. Bo'ldi, bugun men sizga deb beray. Chechak sayning oziq qiymati haqiqatan yuqori. Bu chechak say tuban qanitlik yemaklik bo'lib, uning shu qon-qandning o'rlab ketishini kontrol qilish, qon tomir devorini qo'g'dash, andan keyin qon tomirining elastikligini oshirish roli bek yaxshi. Uningdan sirt immun kuchini oshirdi. Andan mush o'riqlaydiganlarning alayda bir yoqtirib yeydigan ko'ktatlar hisoblandi. Unda xo'sa hozir mush o'riqlashni xohlaydigan do'stlarimiz chechak sayni ko'proq iste'mol qilib bo'l deganda. Shundaq, hamda uning qondagi mayni serish roli, andan keyin qon-qanti tuvan dedim-ku, qandit miqdori tuvan bo'lganki, diabet bemorlari, yuqori qand besim bemorlari qatorliqlarningki iste'mol qilishiga bek mos keldi. Andan buning yana rakning oldini olish rolimi bek yuqori. Unda xo'sa haqiqatan bek cho'ng roli bor ekan chechak sayning. Uningdan boshqa qarab baqsaq savzim bor ekan. Shundaq, bu savza hamda shu tilga ilinslar ko'pincha odamlar avval narini o'ylaydi. Ko'zini. To'g'ri. Savza hamda vitamin A mo'l bo'lgan yemaklik. Shunga savzani hamda mayda qo'rib iste'mol qilgan vaqtda uningdagi vitamin A ning mayda erishchanligi yuqori emasmi? Shu sababdan ko'zga foydali. Uningdan sirt yana savz tarkibidagi har xil vitaminlar odam badaniga hamda oziq to'liqlash jihati bo'lsin, har xil kasalliklarni oldini olish jihati bo'lsin, intayin cho'ng rol o'taydi. Demak, unda bo'lsa chechak say bilan savz birlashgandan keyin buning unumi ham yaxshi bo'ldi ekanda. Unda xo'sa tamoqni o'tishni boshlaylikmi? Bo'ldi. Biz avval kerakli materiallarni qo'rishdan burun to'g'ri olaylik. Avval samsoqni ushoq olatda to'g'ri olaylik. Mau ikki chechak sayni biz baya gul shaklda tayyor qilib oldik emasmi, kichik deb. Endi biz savzimizni ushoq to'g'ri olsaqmi yoki men qirg'ichda uzuncha holat to'g'ri olsaqmi bo'ldi. Qirg'ich qirib baqayin. Maylimi tayyor qilib oldik endi. Mana maymi qizib bo'pti. Endi avval samsoqni savalaylikmi? Bo'ldi. Samsoqning purug'i bek mizlik-a? Mizlik purug'i tomoqqa urilib mana. Mayda mizlik purug' chiqqandan keyin biz chechak saylarimizni silishni boshlaymiz. Mana samsoq hozir chechak saylar qo'rilyapti. Buni mayda biroz qo'rib bo'lgandan keyin muvofiq miqdorda suv quyamiz. Endi savzini salamdi. Bayağı kuyib ketmişsin dedik. Bo'lsa savzini shu
mayda qo'rvatsak-mi, ham yaxshi. Ham yaxshi bo'ldi. Bayam chechak say bilan ham qo'rvatsakmi? Ha. Rangi bek chiroyli chiqdi ya. Yeşil, oq, sariq. Bundan var. Bu hamda birdan süt tuguvog'icha pishib olsa, suydigan vaqtimizda qolgan tamtang'ish ishlarni shu chog'da qilsak. Va mana shunday pishib ketibdi, ha? Ranglarimiz shunday chiroyli. Chiroyli. O'sha sog'lomlik taomlariningki birdan-bir alaylikki, laza qatorliq kuchli qurishlar bilan aralashtirmay turib, shunchalik ta'mlik sog'lom tayyor bo'ldi ekan. Ranglik, uning ustiga yeyishlik. Agar tanishib qila olsak, ham foydali, ham yeyishlik. Buningga hamda biz hech qanday ketutqu ishlatmadik emasmi? Hozir ma'ul xo'jayan, ya'ni kebab uchun tuz aralashmasidan ozroq sepib, ondan keyin buningga bir necha temim shangyo qo'yib olsak, texmi yeyishlik, mezlik bo'ldi. Buning bayam deb o'tganimizga o'xshash diabet kasalliklari iste'mol qilsa shunchalik mos keldi. Mos keldi. Qon qantining tez suratda o'rlab ketishini kontrol qildi. Uningdan sirt immun kuchini oshirdi. Shunday. Bizniki qo'shimcha tamoqimiz shunchalik yaxshi bo'ldi-ya bugun. Undaq bo'lsa 3-bosqichga bir o'tib baqaylimi? Bo'ldi. Do'stlar, sog'lomlik taomlari saytimizdan 3-bosqichga qadam qo'ydik. Albatta bizning asosiy tamoqimiz, qo'shimcha tamoqimizning boshqa yana sharbat, shundaqla ichimliklar kam bo'lsa bo'lmaydi. Undaqda qaysi xil ichimlikni tayyor qilishni o'rgatamiz ma'lum. Bugun biz do'stlarimizga savza yangi ichimlik tayyorlashni o'rgataylik. Bu sog'lomlik ichimligining qanday roli bor ma'lum? Bu sog'lomlik ichimligi, ya'ni hamda savza kelsak, savza qon tomir qetishning oldini oldi, undan keyin badandagi xolesterinni, ya'ni mayni to'valtadi. Shu yuqori qon bosim, diabet bemorlari iste'mol qilishga bek mos keldi. Uningdan sirt yana savza tarkibida vitamin A ning miqdori intayin mo'l bo'lib, shu ko'z qurg'oqlashadigan va ko'rish quvvati tuvan kishilar bo'lsa, ko'plab savza iste'mol qilib bersa, ko'rish quvvatiga intayin foydasi bor. Va, nimga yaxshi. Buningga bu yangi qo'shilganda, buning oziqlik qiymati texmi yuqori bo'lib ketadi. Yangining endi miyani quvvatlash, badanga oziqlik to'liqlash, foydali taraflari intayin ko'p. Bu ikkisi birlashganda texim bir mukammal, yoqtirishga hamda sazovor bo'lg'idek bir ichimlik tayyor bo'ldi. Shunday ma'lum, hozir shunchalik taqozo olib ketib borman. Unda o'zi bir tayyorlab baqandiq bo'ldi. Oldi bilan mush savzini to'g'ri olaylik. Undaqda savzini ezish mashinamizga silib, buningga muvofiq miqdorda suv qo'yamiz. Ham savzini savaldik, endi yong'oq solaylik. Yong'oqni boshlab soldik ekanmiz-da, birlashtirib. Yong'oqni savagandan keyin buni muvofiq miqdorda suv qo'yamiz. Endi mashinamizda ezib baqaylik. Hozir yong'oq bilan savza ezilib bir gavdaga aylanib ketayotdi. Rangi majab o'zgacha bo'ldi-ku, boshqa qismi, ha? Vau! Bizningki savza yong'oq sharbatimiz tayyor bo'ldi mana. Savzning purg'i shunchalik kuchli-ku, unda biz buni qo'yib bir ko'rib baqaylik. Ham oddiy, ham quvvatli ichimlik. Mana rangim shunchalik chiroyli chiqibdi. Buningda yana mana savzadan boshqa yong'oqniki ushaq danchalari. Unda biz bir tetib baqaylimi yong'oqni aralashtirgandan keyinki? Bo'ldi. Ham qandayki? Men yong'oqni ta'min etdim. Yong'oqni shunchalik asosaqmi, lekin savza bilan birlashganda uning ta'mi yana shunaq kuchli o'zgacha chiqibdi, ha? Ras, buningda ras bir stakan siladimni qo'zg'itib qo'ygidek. Ham quvvatli, ham badanga foydali bo'lgan ichimlikdan. Quvvatim shunchalik yaxshi-ku. Shu ham do'stlarimiz oilada mayli diabet bemorlari bo'layli va yoki odatdagi kishilar to'pi va yoki bolalarimiz bo'lsin,
har xil sharbatlarni, mushunaq ichimliklarni oilada o'z qo'limiz bilan tayyorlab beqishni unutib qolmaylik. Shundaq. Do'stlar, mana bu ko'rib turganimiz bo'lsa, 3 bosqichda biz aytib bergan tamoqlar, sharbatlar, masalan, bu bizning asosiy tamoqimiz, qo'shimcha tamoq, bu sharbatda. Shundaq asosiy tamoqda biz do'stlarimizga qarmush tamlik to'xu go'sht kalpini, qo'shimcha tamoqqa bo'lsa, chechak say qo'rimisi, sharbat ichimlik turiga bo'lsa, sabzi yong'oq sharbati tayyorlashni o'rgatdik. Shunda hozir mushularni birga yeydigan bo'lsak, haqiqatan sog'lomlik tamoqi bo'ldi ekan. Bu tamoqlarimizning etish usuli intayin qandaq oddiy. Ondan yeyishlik, badanga bo'lgan foydali tarafimi intayin yuqori. Shunga bizning bu programmamizni nurg'unlagan ko'rman do'stlar, shundaqla dadash apashlar intayin yoqtirib ko'ryapti. Bo'libmi hammamiz mana shundaq sog'lomlikqa ko'ngil bo'layotgan mush jamiyatda bu programmamiz nurg'unlagan do'stlarimizning olqishiga erishdi. Qo'llab bergan do'stlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Kelarki sandan boshlab biz texmi sog'lom bo'lgan, yeyishlik bo'lgan tamoqlarni, sharbatlarni do'stlarimizga o'rgatamiz. Keyingi san programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.